Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringizga gol ko'rsatuvi taqdim etilmoqda. Albatta, terma jamoalarimiz bugungi kunda qanday mas'uliyatli vazifalar bilan band ekanligidan xabaringiz bor. Ular o'tkazilgan o'yinlar yakuniga ko'rsatgan o'sha natijalari va bo'lajak o'yinlar oldidan ushbu dastur e'tiboringizga havola etilmoqda. Bu galgi mehmonimiz ham ajoyib futbol mutaxassisi, o'z vaqtining ajoyib futbol yulduzlaridan biri bo'lishga muvaffaq bo'lgan va terma jamoamizni jahon chempionatiga olib chiqqan har doimgi mehmonimiz Timur Kapadze bo'ladi. Terma jamoa murabbiyi sifatida bugun ko'rsatuvda ishtirok etmoqda va hamkasbim Abror men bilan birgalikda Timur Kapadzega bir qator savollar berishga jazm qilganmiz. Timur, xush kelibsiz. Oxirgi marotaba ushbu ko'rsatuvda ishtirok etganingizda biz sizni Angliyaga kuzatib qo'ygan edik. Shundan boshlasak, safar qanday o'tdi, nimalarni ko'rdingiz, nimalar qilmoqchisiz, nima ekan o'zi? Angliya nima ekan? Assalomu alaykum. Albatta, o'zi rejada bor edi, undan oldin bor edi, bir martda borishim kerak edi. Vaqt bo'lmadi, o'sha terma jamoa bilan qolib ketdim. Lekin vizaga topshirganim, o'sha vizam bor edi, 6 oylik va kakras tugashiga bir oy qolganda dedim, vaqt bor ekan dedim, borib kelmasam bo'lmaydi, chunki endi ko'p o'yinlarni ko'ramiz, Angliya Premyer Ligasini muxlislik ham qilamiz va Abduqodir o'shtaligi yana ham ko'proq o'ziga tortayotgan narsa va eng yuqori liga qanaqa darajadaligini ko'rmoqchi edim. Futbol deganda eng yuqori. Shuning uchun borib ko'rdim. Xudoga shukr, ko'p o'yinlarni tomosha qildim. Borgan kunim o'sha ertasiga West Ham o'yini bor edi. Qarasak, o'zi Londonda bir 6-7 ta komandasi bor ekan. Kalendarda qarasak, damashq o'yinlarda faqat o'sha West Ham bor edi. Arsenalda uyda o'yini bor edi. West Ham Crystal Palace bilan o'yinni ko'rdim. Ertasiga kakras Arsenal Manchester City o'yinini ko'rdim. Va albatta, o'zi taassurot muxlislarning ichida o'tirdim. Qanaqa o'zi atmosferasi qanaqa, muxlislik qanaqa darajasida, o'zi marketingi, o'zi maydonlar qanaqa, hamma narsani ko'rgan holda albatta yaxshi taassurotlar qoldi. Undan keyin Manchester Cityga bordim. O'shda ham Cityni mashg'ulotiga qabul qilish qanaqa bo'ldi? O'zi asosiy maqsad Manchester City. Yo'q, albatta, asosiy Abduqodirni ko'rish, o'yinlarni ko'rib, chunki Manchester City o'yinlarini ko'p kuzatardik, Guardiolani o'yinlarini va albatta yaqindan bilish, jonli ko'rish baribir bitta televizorda ko'rgandan bitta narsa, lekin jonli ko'rish, o'shdagi ko'p narsani detallar ko'rsa bo'ladi. Asosiy maqsad shu edi, o'zi o'yinlar ko'rib va albatta o'sha mashg'ulot imkoniyat bo'lsa mashg'ulotini ko'rish, bu ham bitta yaxshi narsa edi va yaxshi o'sha Abduqodirni agentlar orqali o'sha sportivniy direktor bilan gaplashdik, ruxsat berishdi. Keldi, o'sha kuni ertalab trenirovkasi ham bor edi, mashg'ulotini ko'rdim. O'zimga kerakli narsalarni ko'rdim. Umuman qanaqa tuzilyapti, qanaqa mashg'ulot o'tyapti va undan tashqari nima deydi, usloviyalarni, sharoitlarni ko'rdim. Endi albatta o'zi Manchester City 4 ta polda turibdi, 4 ta poldada mashg'ulot qilyapti, bittasida razminka qilyapti. Bitta maydonda endi yonma-yon turibdi, bitta maydonda darvozabonlar shug'ullanyapti. Bitta maydonda o'sha endi bizda dubl deymiz boshqa, ularni shug'ullantiryapti. Yoshroq jamoani keyin taktический trenirovkasiga ularni jalb qilib, ular bilan taktический mashg'ulotga aralashtirib, ularda o'sha dili sapernik bitta sxemada o'ynasa, o'shalardan o'sha jarayonni yasayapti va bular o'sha himoyani yorishga harakat qilyapti. Ya'ni bitta razminchni chas bo'ldi, podgotовительный bo'ldi, keyin bu yog'iga o'tib o'sha taktический boshi maydonga o'tib taktический o'ynayapti. Endi sharoit albatta maydonning tekizligi, hamma narsa shuncha personal ishlab beryapti, yordamchi trenerlari. Endi ularda bo'lmasa kimda bo'ladi? Kelib ketdi. Endi albatta, endi ular to'plardan tepa yo'q, endi ularda unaqa sharoit bo'lmasa biz gapirmasak ham bo'ladi. Shuning uchun yo'q, umuman yaxshi taassurot qoldi. Angliyaga borganim, birinchi marta borgan bo'lsam, o'sha 9 kun bo'ldim, lekin deyarli 5 ta o'yinga tushdim, maydonlarda, stadionlarda ko'rdim. O'yin bo'lmasa ham o'sha
Liverpool stadioniga bordim, Manchester Unitedga, hammasini ko'rdim. O'sha muxlislarda atrofini ko'rdim, har xil pozitsiyada o'tirdim. Chunki Manchester City bilet qilib berganda ularda shunaqa narsa bor ekan. Agar vyuzdda o'yin bo'layotgan bo'lsa, ular faqat o'zini muxlislari o'sha fan zonadan berar ekanda, u farqi yo'q. Futbolchi oilasi bo'ladimi, даже prezidentlari ham muxlislar shunaqa ekanda, biz endi yaxshiroq joydan bersin desam, bularda shunaqa ekan. Ya endi yo'q, vyuzdnoy o'yinlarda o'sha o'ynaganda faqat o'sha fan klubga ajratilgan joydan berar ekanda. Lekin bitta narsaga qoyil qoldim. Biz o'tirgan o'sha sektorda Arsenal bilan o'yinda o'sha birinchi uchrashuv. Qizi ham o'sha yerda o'tirgan ekanda. O'yin tugadi. Guardiolaning qizi. O'yin tugadi, keyin o'zi yana kelib qizi chiqib yoniga o'sha yerda gaplashib, yana batdan chiqib ketdi. Ularda e'tibor shunchalikmi? Yo'q, mana shunaqa, men ham hayron qoldim-da. Lekin o'sha uydagi o'yinda, oxirgi uydagi o'yinda o'sha bizga o'sha VIP zonadan berib, yaxshi joy berishdi. Mana shunaqa qonuni bor ekan, joyi bor ekan, lekin umuman yaxshi taassurot qoldi. O'zim uchun ko'p narsani ko'rdim va eng yuqoriligi nimaligini tasavvurini oldim, kam bo'lsam. Eng e'tibor qaratgan jihatingiz nima bo'ldi? Ayniqsa o'sha Manchester Cityda. Endi birinchidan muxlislarni o'zing muxlislarni birinchidan ularda muxlislik qilayotgan anaqasida madaniyatida har bir epizodga qanaqa reaksiya bildiryapti. Bu biz endi o'rganganmiz, gol bo'lsa xursandchilik bo'ladi yoki yaxshi tepsa ham, lekin bular har bir out ishlab bersa ham yoki to'pni olib qo'ysa yoki aldab ketsa, даже shunaqa moment bo'ldi, bitta futbolchisi ikkitasini aldadi, как раз West Hamda o'yinchisi ikkitasini aldadi, flankdan chiqib bitta qildi, parashyut ketib qoldi, u qiyshiq ketib qoldi. Lekin hammasi o'sha oldingi epizod uchun olqishladi, butun stadion ma'na qilyapti. Bizda endi aldadi, u farqlarga qanaqa qilsangiz deb boshlanadi endi biz shu anaqada, lekin ular mana shu yaxshi действияni futbolchilar sezar ekanda, har bir foydaga qilingan narsani anaqa qilishadi. Lekin bizda ham so'nggi yillarda aytib o'tib ketish kerak bo'lgani uchun aytyapman, muxlislik madaniyati ancha o'zgardi. O'zgaryapti, chunki baribir ko'rishyapti, kelayotgan yangi o'sha yoshlarimiz уже boshqacha o'ylayapti, globallashuv buyog'i. O'shaning uchun bu tarafdan yaxshi. Futbolda ham jonli ko'rish, baribir battan ko'rganimiz ozgina baribir televideniyasi ko'rish beradi. Bu rostdan ham biz ko'rayotgan narsa shunaqa tez ekan degan narsa yo'qda. Abduqodir ham mashtam o'ynayapti. Endi u ozgina kartinkani tezlashtiradi, lekin umuman marketing o'sha organizatsion vопроslari, maydonlar tekisligi sepiladi. Albatta u chempionatda o'sha har bir komandada eng kuchlilar o'ynaydi. O'zini terma jamoasi, o'zini davlatning eng kuchlari o'sha yerda jamlanadi va albatta texnikada, to'p bilan muloqotda o'sha narsalarda albatta sezilyapti, urovin bor. Lekin deyarli futbol hamma yoqda bir xil. Faqat o'sha sharoitidan kelib chiqib, imkoniyatidan kelib chiqib, hamma taraflama televideniyasi bo'lsin, o'sha stadionlari bo'lsin, bu muhit o'zi jonlantiryapti bu narsani. Abror, Angliya masalasi bo'yicha savolingiz bor. Timur aka, o'sha oldin ham eshitganmiz, endi bu orqadan eshitganmiz. Futbol ichidagi insonlardan siz oldindan o'sha Abduqodir Cityga o'tmasdan ham Cityda stajirovka o'tash niyatingiz bo'lgan, to'g'rimi? Albatta bo'lgan. Harakat bo'lgan. Bo'lgan. Qaysi ma'noda? Albatta men o'zi olimpikda bo'lganimda va olimpiyskiy sborida bo'lganda vaqtim bo'lmaganda o'zi niyatim bor edi shunaqa yaxshi. Endi Guardiolaning o'yinini yoqardi, kuzataman har doim. O'zi bir 4-5 ta murabbiy bo'lsa, ularning orasida albatta Guardiola, albatta uni qo'liga borib trenirovka protsessini ko'rish, ko'p narsani o'zim uchun ola olishimni bilaman, chunki men ham ko'p o'yinlarni kuzatib, o'zimga savollari bor yoki mana shu narsani shunaqa qilyapti yoki bunaqa qilyapti degan narsalarda shunaqa niyat bor edi. Bilaman, что bu nereal narsa deb o'ylayotgandim. Qaysi ma'noda ko'p tanishlarim bor, boshi aytardim. Qaysi qatga bormoqchisiz tajriba? Mendim agar dedim imkoniyat bo'lsa Cityga yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa farqi yo'q, endi Italiya bo'ladimi, boshqasi bo'ladi degan narsalar bilan yurdik. Nasib bo'ldi. Albatta stajirovka sifatida bo'lmadi, lekin bitta mashg'ulotida bo'lganim ham, bu ham bitta o'zim uchun katta tajriba bo'ldi va kerakli narsalarni oldim. Savollarimga ham, boshqasiga ham va Abduqodir bilan deyarli har kuni birga bo'ldik. Kechga uyga ham 2-3 marta chaqirib mehmon qildi, boshqa o'sha savollarimni berib
mashg'ulotda nima qilyapsizlar, o'yindan keyin nima bo'lyapti, o'yindan oldin qanaqa o'tkazyapsizlar, teoriyalarda nima o'tyapsizlar deb savollarimga javob olishga harakat qildim. Va o'sha har bir stajirovkada bo'lgandek bo'ldimda, endi Abduqodir bilan har kuni bo'lib o'sha qarab ko'rganingizda u izohlab bergan. endi Zo'r birga variantda. bo'lganimizda ovqatlanayotganda boshqa savollar beraverib, nima qildilaring, kecha nima qildilaring, qanaqa trenirovka, mana shunaqa har doim trenirovka, qanaqa nagruzkalar bo'lyapti, o'yindan o'yinga qanaqa tayyorgarlik bo'lyapti degan savollarimga albatta Abduqodirdan ko'p narsani oldim. Bizni futbolimizga ularda o'sha qilayotgan ishlarni tatbiq qilish imkoniyati bormi ekan? Ya, endi albatta biz nisbatan albatta uzoqmiz, lekin o'ssa bo'ladi u darajaga. No, albatta oson narsa emas, chunki Ularga yetish haqida emas, nimanidir tatbiq qilish mumkinligi. yo'q, qilsa bo'ladi. Albatta futbol deyarli taktik bo'lsin boshqa, albatta o'yinchilarda saviyasi endi u klublardagi boshqa darajada, lekin baribir futbol qanaqadir yangilik yoki osmondan degan narsa yo'q. Deyarli podxod bo'lsin, boshqasi bo'lsin, kerakli detallar albatta rol o'ynaydi, lekin olib kirsa bo'ladi. O'sha bu safarga borishingizda bilishim bo'yicha rozi bo'lishgan, to'g'rimi? Stajirovkaga yoki vaqtinchalik muddatgami qanaqadir yo'q, men rozi bo'lmaganman. Prosta o'sha yerga borgandan keyin o'zi xabarim berdim, o'yin kelyapman dedim. Agar imkoniyat bo'lsa, o'yinlarga bilet qilib bersa, agar mashg'ulotga imkoniyat bo'lsa, chunki mashg'ulot qo'ymas ekanda, ko'pincha qo'ymas ekan. Faqat o'sha восстановительный shunaqa mashg'ulotlar bo'lsa qo'yar ekan. Даже o'zini o'sha futbolchilar oilasi bo'lsin, boshqasi shunaqa anaqasi bor ekan, stroy, chunki u Gvardiolani talabi bo'lsa kerak. Naверное, Gvardiolani yo komandani o'zini, потому что endi hammasini qarindosh urug'i bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi to'xtamasa kerak bu narsani. Shuning uchun lekin yo'q deyishmasdi. Sportniy direktor bilan tanishdim. O'zi akademiyaning yonida, akademiyani aylanib chiqdim. Akademiyaning direktori bilan ham gaplashdim, birga obed qildik. Savollarimni berdim. Umuman qanaqa bazasi qanaqaligini, nima, hamma narsani ko'rib chiqdimda. Shu bir kun bo'lsa. Gvardiola bilan-chi, u bilan qanaqa? Gvardiola bilan gaplasholmadim, chunki mashg'ulotga ozgina kech chiqdi, sразу mashg'ulotga qo'shildi. Endi yonimizda bo'layotgan narsa, albatta futbolchilar shu yerda yonimda yurdi. Kim bilan rasmga tushdim, tanishtirdi anlarim, sportniy direktor bilan rasmga tushayotganda qo'lin bo'lsin, boshqasi gaplashdim, albatta. Kim bo'ldi, shunaqa men ham endi omad tiladim, chunki 2 kundan keyin o'yinlari ham bor edi. Lekin Gvardiola chiqdi, sразу mashg'ulot qildi. Mashg'ulotdan keyin naryadan chiqib ketdi. Уже anaqa bo'lmadi, to'qnashib kela olmadim. Nima bilan ham gaplashmoqchi edim. Lekin endi bir 20 metr narada mashg'ulotni ko'rib, qanaqa olib boryapti, yordamchilari nima qilyapti, chunki yordamchilarni ham yangiladi. Hozir klubda 2 ta yordamchisini olib keldi, o'zini eski yordamchilarini qo'yib yubordi, boshqa yangiladi. Yo'q, gaplashdim, savollar ular ham berdi. O'sha akademiyada bo'lganimda o'zi anaqa ekan, germaniyalik ekan, o'sha qo'yilgan ekan. U menga yana Abduqodirlar bormi sizlarda deb savol sразу mana shunaqada. Abduqodirdan xursand, hammasi o'zi muxlislar bo'lsin, o'sha atrofda o'sha akademiyadan bo'lsin yoki yordamchi o'sha sportniy direktor bo'lsin, katta umid bilan qarashyapti va albatta yana bormi shunaqa futbolmandim, bor edim, bizda futbolchilar ko'p dedim, albatta endi Abduqodirdaqa bo'ladimi yoki undan yaxshi bo'ladimi, bu endi vaqt ko'rsatadi. Sport direktori so'radimi? Da, sport direktori so'radi, vizitkasini ham berdi, nima bo'lsa sразу anaqa qilindi, anaqa. Skautlari ko'p o'zi, skautlari hammasi ishlashyapti dedi, lekin endi siz murabbiysiz, yaxshiroq bilasiz, bo'lsa primoy qiling. O'rtakash kerak emas. Endi o'zi prinsipi bular butun dunyo skautlari yuradi, oqtaradi. Endi Abduqodirga ham aytdim, bu eng yuqori, endi bundan tepa yo'qda, endi bir nechta bir 10 ta shunaqa top klublar bo'lsa, ulardan ichida-da. Faqat mana shu yerda yaxshi ishlashing kerak, har doim mashg'ulot bo'lsin, tayyorgarlik yana o'sish uchun nima kerak bo'lsa, chunki sharoit shunaqa o'rgangin. Yonidagi himoyachilar hammasi tajribali himoyachilar, qara nima qilyapti, qanaqa bo'lyapti, qancha mana shu o'yinda qancha ko'p ushlasang, qancha ko'p stabil o'ynasang, bu zo'r narsa. Kelding, keyin boshqa joyga ketding degan narsa emas. O'sha yerda ehtimol senga imkoniyat berilyapti va beryapti, ishonyapti. Undan oldin Manchester Unitedga qarshi derbi bo'lsa, Napoli bo'lsa, Arsenal eng kuchli jamoalarga qarshi
albatta jarohat bo'ldi. Endi hozir jarohatdan уже yaxshi уже trenirovkani boshladi. Sekin-sekin yana joyiga tushadi. No, konkurensiya kattada. Har bir o'yinchi hatto o'zini chempionatida, o'zini davlatini eng kuchlilari o'shda jamlanganda. Menimcha boshidagi til muammosi ortda qolib Albatta bo'lgan. bu narsa yo'q. Hozir уже situatsiya ancha yaxshi. Boshda endi albatta u situatsiya tushganda o'zi butun dunyo gapiryapti. Birdaniga kelib 2 kundan keyin уже Chelsiga qarshi u bunaqa bo'lishini hech kim kutmagan. Ham tili yo'q. Trenirovkalar, mashg'ulotlar ham deyarli o'tilmagan, kam o'tilgan. Albatta bu stressli situatsiyaga tushdi. Lekin hozirgi kunda уже Abduqodir o'zini yaxshi his qilyapti. Komandadoshlari orasida ham til tarafidan ham o'rganyapti. Уже albatta ba'zi уже gaplashish bir narsa terminlarda уже ancha yaxshi bilyapti. O'ylaymanki vaqt ketaverib yana ham yaxshi moslashadi shu Shunday bo'lsin. Menimcha Angliya safarini yakunlasak ham bo'ladi. Xo'p, Malayziyaga o'tsak. Urugvay bilan o'ynadik. Siz bevosita birinchi shetda Quvayt bilan o'ynadik, keyin hatto Quvaytda gaplashgandik-da biz. Bo'pti, Quvayt bilan ham Quvayt bilan gaplashdikmi? Yo'q. Yo'q, biz o'zimiz siz gaplashgandik bu safar. Bo'ldi. Xo'p, Quvayt bilan va Paragvay bilan ikkalasi ikkita o'yin bo'ldi. Urugvay bilan ikkalasi meni nazdimda ikki xil ko'rinishga ega bo'lgan o'yinlar bo'ldi. Quvayt bizga ancha o'sha qulay bo'lganligi uchun natijamiz shunaqa bo'ldimi yoki ishlanmalar bormidi? Yo'q, endi albatta tayyorgarlik ko'rdik. Endi ko'p vaqt bo'lmadi. Endi uni chunki orasida yangi murabbiy keldi, albatta o'zi. Siz tayyorladingiz ko'proq albatta birinchi o'yin. Jamlan shunaqa desa ham bo'ladi, chunki teoriyani ham o'zim o'tkazdim. Quvayt qaysi jamoaligini, nima o'ynayotganini albatta Kanavari ham o'zini fikrlarini bildirdi. Endi vaqt kerak, uni biz ham tushunib turibmiz, chunki kelgandan keyin 3 kundan keyin o'yindi. Va albatta men ham o'yinchilarni tushuntirishga harakat qildim. Savollari ko'p. Bu o'yinchi kim, qanaqa o'ynaladi, qaysi pozitsiyada yana o'ynaladi. O'zi ham internet orqali o'sha statistikani qarab chiqib, kim qayerda o'ynayapti, nima mana shunaqa jarayon bilan tayyorgarlik ko'rdik va albatta Quvaytni ko'rdik, qanaqa o'ynayapti. Yomon jamoa emas, albatta. Albatta bizni nazarimizda, bizni aniqamizda albatta bizdan zaifroq jamoa. Lekin ko'rganingizda yomon taassurot qoldirmadi. Albatta biz tezda ikkita gol urdik. Hatto xotirjamlikda bo'ldi. Ikkinchi bo'lim albatta ozgina Quvayt ko'proq to'p bilan yaxshiroq harakat qildik balki. Lekin penalti ham bo'ldi, urolmadik. Bu o'yin albatta qanaqadir o'ziga yarasha tayyorgarlik o'yini edi Urugvayda va murabbiy uchun ham o'yinchilarni tanib olish uchun, ko'rib olish uchun qanaqadir o'yin bo'ldi, sabab bo'ldi va yaxshi ham bu anaqadan qo'shilgani yaxshi bo'ldi, chunki ko'p narsani baribir ko'ra oldim. Chunki agar o'sha Kanavari murabbiy bo'ladigan bo'ldi, lekin bu yig'inda ham ishtirok qilmaganda yana ham vaqt cho'zdi. O'zi vaqt kam terma jamoada. Shuning uchun bu yig'inga sразу kirishib ketgani ko'proq ma'lumot ega bo'ldi. Va keyin Quvaytdan keyin o'sha safar ketdik Urugvayga qarshi. Xo'p, o'sha Quvaytga qarshi ketgan uchrashuvda ikki xil taym ko'rdik. Vazifa shunaqamidi? 2-0 hisobini ushlash va aynan mana shunday holatda nima qila olishligimizni tekshirib olishmadi bo'ldimi? Yo'q, unaqa vazifa aniq emasdi. O'yinga qaratilgan. Ikkinchi taym uchun qanaqa vazifa qo'yilgan? Yo'q, unaqa yana gol urish kerak. Albatta 2-0 sразу o'zi aytildi. U bilasizlar, o'zi такой расслабляющий anaqa xotirjamlikda beradigan ko'p guvohi bo'lganmiz. 2-0 o'zi bo'ldi, 2-0 ikkita urarmikin degan narsa o'zi bu o'zi ta'sir qilishi mumkin, lekin o'shani tushuntirdi. 2-0 bu опасный счет. O'ynash kerak, yana o'z imkoniyatlarimizni qidirishimiz kerak. Albatta to'p bilan yana ham yaxshiroq o'ynashimiz kerak degan. Mayli, в принципе, ikkinchi bo'limda boshqa futbolchilar bilan tekshirdi, qaradi. Endi zaminani ham boshlasini albatta o'zi qildi. O'zi o'yin paytida deyarli o'zi ma'lumotga ega edi, kim qaysi pozitsiyada o'ynaladi. Hisob ham 2-0 payti qilishi mumkin bo'lgan ishni hammasini qilib ko'rishga imkoniyat bor edi. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun prinsipiy Quvaytda yutishimiz bu unaqa muammo emas edi. Biz hozir kuchimizni oladigan bo'lsak va eng asosiy o'sha Urugvayga qaratilgan, chunki Urugvay baribir boshqa darajadagi jamoa va tekshirish uchun o'zimizning imkoniyatlarda albatta yaxshi sparring.
deyarli tahlil berildi. Hozir Timur aka menga qiziq tomoni, o'zi ko'pchilikka qiziq bo'ladigan tomoni, ko'pchilik o'ylagandiki, agar boshqa murabbiy kelsa, Timur Kapadze aniq ketadi termadan deb. Va sizni o'zizdan menimcha shunaqa fikrda bo'lgansiz, lekin nimadir sizni rozi qildida shu. Yo'q, albatta rozi qilmadi. Kim kelishidan qat'iy nazar o'zi aytdim. Albatta men o'zim vazifamni qilaman, unga yordamlashaman tezda kirishib ketish uchun. Chunki bu terma jamoa va biz albatta bu qaror rahbariyatniki. To'g'rimi, noto'g'rimi buni biz aniq qilolmaymiz. Men o'z fikrimni undan oldin ham aytdim. Просто agar bunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, meni vazifam jamoani topshirishim kerak. Har taraflama o'sha kim bor, qanaqa o'yinchilar bor, tezda kirishib ketish, chunki vaqtim siqdi. Albatta 1-2 yildan keyin qanaqadir musobaqa bo'lsa, tushunsa bo'ladi, lekin hozirgi kunda 2-3 zbor bilan o'zi jahon chempionati turibdi va men uchun har doim terma jamoa ustun turgan, kim bo'lishidan qat'iy nazar biz nom uchun albatta emasmiz, terma jamoa uchun va shuning uchun albatta to'g'ri qabul qildi va albatta rahbariyat bilan albatta qaror kelingan bo'lsa faqat aytdim, men yordamlashaman tezda kirishib ketish uchun. Agar menda qanaqadir anaqa yangi taklif bo'lsa, albatta men ko'rib chiqaman. Agar ruxsat bersalar, ular ham albatta hech qanaqa muammo yo'q. Agar yaxshi taklif bo'lsa qo'yib yuboramiz, lekin hozirgi kunda yaxshi yordam bersa yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, hech muammo yo'q. O'zaro munosabatlaringiz qanaqa uyg'unlashdi? Yo'q, yaxshi. Jo'ra bo'lsa bo'ladimi? Yaxshi, yomon emas. Endi birinchidan uni hech qanaqa men bilan muammo yo'q. Uni albatta uni olib kelingan shu qanaqadir u aybdor emas yoki boshqa narsa, uni noto'g'ri tushunyapti. Uni hech albatta aniq joyi yo'q. Shuning uchun hozirgi kunda terma jamoa keldim. Albatta uni karyerasini olib qarasak, har taraflama bu hurmatga sazovor inson. Chunki jahon eng yaxshi futbolchi bo'lgan, ko'p jamoalarda o'ynagan, buni tajribasi bor, albatta murabbiy sifatida ham ancha jamoalarda ishlagan. Prinsipi gaplashayotganda yaxshi, muomalasi ham yaxshi, albatta bir-birimiz bilan til topa oldik. Unoqroq odam. Yaxshi, o'zini tutishi aniq qilib, o'zi ham futbol o'ynagan, o'shaning uchun biz til topishimiz osonroq. Chunki futbolchini baribir tilini tezda topa oladi. Va jurnalistlar bilan ham muloqoti yaxshi. Endi o'zi mediyniy odam-ku, baqa ham ani tadbirga ham keldi, o'zi bu narsalarda o'zi sindirgan o'ziga, mediyniy odam gaplashishda bu narsani qila olyapti. Chunki bu bugungi narsa emas, o'zi men bor edi ichida. O'shaning uchun muloqotda ham boshi albatta ko'proq hozirgi kunda ko'proq mendan so'raydi, o'sha tavsiyalarimni beraman, lekin o'zimga ham kerak narsalarni qarayapman, til tarafdan ham tajriba olyapman. Italyanchani boshladingiz? Yo'q, endi italyancha emas, inglizcha. Endi ular inglizcha ham bilishadi. Inglizchadan o'zimga kerak narsa va albatta o'zi trenirlik protsessida yoki qanaqa fikrlayapti, qanaqa qarayapti degan narsalarni. Bunaqa to'g'risini aytsam, o'sha fikrlashi yoki talabi boshqa yangilik emas. Mana xuddi shu narsa hech anaqa emas. Albatta qanaqadir detallarda o'sha ozgina trenirlik protsessi bo'lsin yoki prepodnosit qilayotgan narsaga balkim farq qiladi. Men o'zim uchun kerak, men endi ichidan mana xuddi shunaqaman-ku, analiz qilaman, mana shuni bunaqa qilsa bo'lar ekan yoki bunaqa qilsa bo'lar ekan degan narsa yoki men bunaqa qilganimiz yaxshiroq degan albatta o'zim uchun anaqa bor. Lekin birgalikda yordamlashib, qayerda standartda o'zim tushuntiraman, u umuman taktik tarafini tushuntiradi degan narsa bilan ishlayapmiz. O'zini o'sha mediada aytyapti-yu, menga kerak mahalliy murabbiy deb. Rostdan o'zi ichki tomondan xayrixohligi bormi? Rostdan mahalliy murabbiy bilan ishlash? Hozirchalik muammo yo'q. Endi albatta nima kerak bo'lmaydi, buni olib qarasa, o'zi vaqti yo'q. Tezda kirishib ketish kerak. Bu o'yinchini umuman qanaqa qarashligi, qanaqa o'yinchilar bor, допустим, mendan so'raydi, bu o'yinchi yana qaysi pozitsiyada o'ynay oladi, men deyman. Bu yerda ham o'ynagan, prinsipi o'ynay oladi yoki yana qaysi pozitsiyada o'ynay oladi. Men taklif beraman, o'zi qaror qiladi. Chunki boshdan ham men yo'q, bunaqa qo'ygan, bunaqa o'ynatgan hech qachon unaqa demayman. Faqat tavsiya beraman. Bunaqa ham o'ynatsang bo'ladi, bunaqa ham bo'ladi, o'ynay oladi. Qaror o'zida. Chunki va aytaman, qara, o'zing ham savolingga javob topishi mumkin degan narsada. Urugvay bilan o'yinda Aziz G'aniyevni qanotda o'ynatilishi uni ko'proq chunki internet anaqasini ochib qaradi, o'zini jamoasida albatta o'ynagan ekan. Endi men u jamoada dedim 5 talik emas dedim, 4-4-2 ga o'ynaganda flankda o'ynagan, to'g'ri dedim.
arab davlatda krayda ham o'ynadi dedim, lekin bu ozgina sistema boshqacha-ku 5-2-3 dedim, batda qiynalishi mumkin dedim, hujumchi qo'yganimizni yashira olsam yo'q dedi, bizda endi batda himoyaga ham ko'proq yordam kerak bo'ladi degan anaqada mayli qo'y qaraysan dedim, o'zingga o'sha anaqa bo'ladi. Shu yerda qo'shimcha savol, o'sha Urugvayga qarshi endi Kuvaytdan keyin qarash jamoaga nisbatan Kannavarada o'zgardimi? O'zini tashabbusi ko'rindimi? Yo'q, prinsipi yaxshi, yo'q, tashabbusi. O'yin uslubi bo'yicha ham, futbolchilar masalasida bo'yicha. Endi jarohatlanganlar ko'p. Yo'q, unaqa katta o'zgarish yoki boshqa bu sistemada o'ynaymiz deyapti, beshtalikda, chunki jahon chempionatida ham bu sistema bizga kelishi mumkin deyapti. To'rttalik ham olsa bo'ladi. Men ham aytdim, xohlasangiz gibridni qilsa bo'ladi. Mana o'yinchini qo'ysangiz, tepaga chiqsa to'rttalik ham o'tishingiz mumkin kerak bo'lsa. Ular tortadi. Ha, tortadi, lekin umuman yaxshi taassurot bolalarda texnikasi bo'lsin, to'p bilan muomalasi bo'lsin, yaxshi taassurot, yaxshi futbolchilar ekan albatta, o'zi yordamchilarda ham. Albatta detallar bor, qattiq qo'shishimiz kerak degan narsani bildirishyapti. Endi qaraymiz, qaysi detallar vaqt yetarli bo'ladimi shuni o'zgartirish uchun yoki qanaqa. Bu vaqt ko'rsatadi endi albatta. Hozir bir narsa deyish qiyin, chunki ikkita o'yin hozir oldimizda yana ikkita o'yin uchrashuv turibdi noyabr oyida, keyin shu bilan martda FIFA kuni, endi yanvarda ham bir rejasida bor, balkim yig'in qilishi mumkin. Hatto endi FIFA kuni bo'lmagani uchun balkim chet ellik futbolchilar kelishi qiyin bo'lishi mumkin. O'rganyapti, harakat qilyapti. Boshqa narsa ham iloji ham yo'q, albatta qilish kerak, chunki vaqt ziq, olib kelindi, qo'yildi, kontrakt tuzildi va albatta o'shanga yaxshi talab ham bo'ladi. Shuni albatta bilgan holda harakat qilish kerak. Qo'ygandan keyin bu narsa kutiladi. Bevosita o'yin bilan bog'liq vaziyat. Tanlangan variant qanchalik natija berdi? Endi albatta maydon ham juda yaxshi darajada basida, bu birinchi aniq edi, chunki to'p bilan albatta ko'proq to'p bilan ham yaxshiroq harakat qilishimiz mumkin edi, lekin endi maydondan va raqibdan kelib chiqib ko'rsatmalari ham kamroq risk qilib, ko'proq oldinga zashni orqasiga tashlab o'sha yurganimiz yaxshi degan ustomonga berdi. Imkoniyat bo'lsa, to'pni ushalay, yo'q bo'lsa zashni orqasiga tashlab o'sha yurish kerak degan bildirdi va himoyada ham albatta o'sha ikkinchi zonada kutib olib ziq o'ynaydi, chunki komanda tezroq harakat qiladi degan ko'rsatmani berdi va harakat qilishdi. Bolalar deyarli o'yin davomida maksimal harakat qildi. Albatta ikkinchi bo'lim boshlarini ozgina birinchi bo'limga qaraganda ziq himoyalanishimizni bo'shliqlar ko'proq bo'ldi. Ikkinchi bo'limda albatta charchoq bilan ham bo'lishi mumkin. Qayerdadir ikkinchi bo'limdan chiqib aka qiziguncha ham bu o'zini ta'sir qilishi mumkin va o'sha qarshi hujumda o'zi gol bo'ldi. Hatto ofsayd ham menimcha bor edi. Va ikkinchi imkoniyatdan endi bunaqa komandalar ikkita imkoniyatdan yaxshi foydalanadi. Qarang, Eldor Shomurodov birinchi urgan golni Kuvaytga himoyachi uzatib bergan to'p. Bu ishlanmadi bo'ldimi? Yangilik bo'ldi. Masalan, bu kabi golni har doim ham ko'raveramiz. Yo'q, albatta o'zi albatta trenirovkada ham qaysidir o'sha shkola pastda qilingan narsa. Bu qanaqadir kombinatsiya emas-ku. Bu shuning uchun so'rayapman. To'g'ridan yo'naltirildi. Xuddi shunaqa, bu himoyachilar tepa turgani uchun, komanda to'xtab turgani uchun boshqa imkoniyat yo'q. Orqasiga joy bor edi, tashladi. Bu ham negri bo'lishi mumkinmi, yo'qmi? Bitta o'yinchisi qolib ketdi. Buni prinsipi oldingi o'yinlarda ham prinsipi biz Olimpiya jamoasi yo'q, anaqa ham Mazgavoy ham urdi-yu, anaqa Kafada ham shunaqa tashlab berganmiz birga Turkmanistonda. Bu agar komanda ikkinchi zonada teparoq turayotgan bo'lsa, albatta pas orqali ham bo'lishi mumkin, lekin teparoq turayotgan bo'lsa, orqasida zona bo'lsa, bu ham bitta yaxshi imkoniyatda. За счет uzatma orqali orqasiga birga bir chiqish imkoniyati bor. Bu har doim o'tmaydi, chunki himoyada ishlamadi. Ular bu narsa reaksiya edi. Juda ko'p amalga oshirdi. Kuvayt zashtlari bittasi negri qilyapti, bittasi qolib ketgan liniyaga bog'liq narsada. Agar ular ko'ryapti, что ochiq to'p uzatma tayyor, ular atko'p qiladi, уже bu to'p o'tmashi mumkin. Bu klassga ham bog'liq narsa, lekin chalg'itadigan narsa bor-da. Albatta agar hujumchi
to'pga ochilayotgan bo'lsa, zashni o'ziga tortayotgan bo'lsa, ikkinchi zonada boshqasi ochilayotgan, bu ham o'xshashi mumkin. Har doim o'xshamaydi, o'yinda 1-2-3 marta o'tishi mumkin. Bu ham prinsipi futbolchilarga har doim aytilayotganda pas orqali yoki imkoniyat bo'lsa har bir variant beriladi. Ularda o'sha maydondagi ko'rishi, qarashi qilinayotgan narsa bor. O'shaning uchun bu определённый faqat mana shunaqa qilamiz degan narsa yo'qda. Просто albatta aytiladi. Uning uchun daraja kerak bo'ladi futbolchiga. Daraja o'sha yerdagi situatsiya принятие решения deymiz, o'sha paytda qatga bersam bo'ladi. Variant batda ham bor yoki naryoqda ham bor. Eng yaxshi variant tanlasa yaxshi. Unga albatta ochilish ham kerak u paytda. Bu dinamikada bo'layotgan narsa. O'shaning uchun agar faqat u bo'lganda biz nayrni bir 5-6 marta birga bir chiqishimiz kerak edi. O'sha imkoniyat shunaqa bo'lib qoldi. 1-2 marta berdi, yaxshi o'tdi orqasiga, lekin keyin уже o'tmadi. Chunki Zashni уже tushundi. Ular уже buni oldini olishadi. Ya'ni odatda bu narsa ba'zi o'yinlarda aniq tayinlanishi mumkin, lekin qolgan bo'lishi holatda mumkin. protsess ichida bo'lib ketadi. Agar уже komandani уже aniq bilsa, что teparoq o'ynayapti. Bu komanda ham Qo'yet komandasi ham yangi murabbiy keldi. Biz o'zi har doim men to'g'nashib kelaman, вроде qani 3-4 ta o'yini bo'lsa, analiz qilsangiz, mana murabbiy bunaqa o'ynayapti. Biz bu murabbiy ham sikldan narigisini olib tashlashdi. Bu Siriyaga qarshi bitta o'rtoqlik uchrashuv bor edi. Uni ham videosini zo'rg'a YouTube'da topdik. Endi biz uni oldingi o'yindan ko'ryapmiz, Qo'yet qanaqa o'ynayapti deyapmiz-da. O'yinlarni oldik. Endi yangi murabbiydan nima o'zgartirishi mumkin? Savolda. Bunaqa o'ynaydimi yoki boshqa sistemada? Albatta, o'shaning uchun futbolchilarni tayyorlaysiz. Agar bunaqa o'ynasa, bunaqa qilsa bo'ladi. Agar bunaqa o'ynasa, yana boshqa narsalarni qilsa bo'ladi degan narsa bilan tushuntirasiz. Maydonda endi futbolchilar o'zi bajaradi. Siz albatta chetdan turib qanaqadir o'zgarish qildirishingiz mumkin. Futbolimizda qachonki bir voqelik yana o'sha yangilansa, eskisi sal esdan chiqadi-da. Yangi murabbiy masalasi dolzarb bo'lishda davom etyapti. Hali biror bir jiddiy rasmiy o'yin ko'rmadik yo boshqa ko'rmadik. Shuning uchun so'rashda davom etaman. Sizning munosabatlaringiz Kannavaro bilan ancha yaxshi ekan va biz kutgan darajada ekan. Biz ham ancha futbolda ichida bo'lmasak ham yaqinroq kelish imkoniyatimizdan foydalanib, aksar holatlarda o'sha oddiy jamoa bo'ladimi, terma jamoa bo'ladimi, futbolchilar bilan murabbiy haqida gaplashamiz va fikrini bilamiz. Salbiy fikrlar ham bo'ladi, ijobiy fikrlar ham bo'ladi. Kannavaroni terma jamoa futbolchilari qanday qabul qildi deb o'ylaysiz? Yaxshi qabul qildi deb o'ylayman. Chunki baribir Kannavaro darajadagi futbolchi bo'lgan, o'ziga yarasha obro'si bor, ya'ni baribir xohlaysizmi yo'qmi, munosabat baribir hozir kunda, tim bo'la yangi murabbiy kelsa hammasi nimasini eshitadi, nima deyapti, nima qilyapti, qanaqa ekan, u Kannavaro ekan degan baribir ishtiyoq bo'ladi. Bu o'sha keyinchalik o'sha yarim yil ishlanadi qancha, o'sha reaksiya o'shanda bilinadi. Boshida albatta reaksiya har doim yaxshi bo'ladi va prinsip Kannavaro ham bolalar bilan ham muloqotda ham, gaplashishda ham, o'zi o'sha gapirayotganda ham yaxshi. Unaqa bas bo'ladi, har xil endi murabbiy bo'ladi, kimdir strogiy bo'ladi, kimdir yo'q. Bu o'zi ham o'ynagan, o'shaning uchun o'ylaymanki, battan muammo yo'q futbolchilar bilan. Yo'q, futbolchi sifatida hurmatga sazovor jihatlari ko'p. Murabbiy sifatida o'sha statistikasi ko'rsatmalari hali u deydigan darajada emas. Endi buni vaqtda yo'q, bu narsa faqat ta'sir qilmaydi ham, faqat prinsipi bu vaqt o'sha aytyapman, ko'proq o'yinlar bo'lgandan keyin agar yaxshi tarkibdan tushib qolishi ham bor, yoki yaxshi ketayotgan bo'lsa, albatta qanaqadir недовольствие bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda unaqa narsa bo'lmasin, muammo bo'lmaydi ham, chunki endi yangi keldi, albatta ular ham tushuntiribdi, u aytayotganini bajarishga harakat qilyapti, eshitishyapti va albatta vaqt ko'rsatadi bu narsaga. Hozirgi kunda unaqa muammo yo'q. Menimcha farqi yo'q, bumi yoki boshqa murabbiy kelganda ham menimcha muammo bo'lmasdi, chunki keldi bu murabbiy endi har bir futbolchi unga o'zini yaxshi tarafdan ko'rsatishga harakat qiladi, chunki ertaga o'ynashi, o'yinga tushishi bor yoki o'shaning uchun bitta futbolchilar bu как soldatda, farqi yo'q. O'zgardi-da, komandan o'zgardi, baribir bajarish kerak aytilayotgan narsa, chunki vatan jamoasi va kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zini professional darajada vazifasini bajarishi kerak. Bitta men muammoni ko'rmayapman. Ahmad, o'sha Urugvayga qarshi kechgan uchrashuvdan keyin o'tirib gaplashgan bo'lsalarmi kerak? Nimalarga ko'proq e'tibor qaratish haqida
fikr bildiraman. Endi u prinsipi Urugvay bilan o'yin ham ko'rsatdi. Jismoniy holatda albatta kamchiliklarimiz bor. O'zi nafaqat terma jamoa, o'zi futbolimizda ham bu narsada kamchiligimiz bor. Chunki albatta Urugvayda o'sha Latin Amerika genli narsa ham bor. Albatta o'shanaqa kaka afrikanskiy ular bu tarafdan bu narsa ham bor, lekin baribir yevropeyskiy futbol deymiz, o'sha Latin Amerika tezlikda o'sha 2-3 metrda взрывной работа deymiz. Tezlik atda, tezlik batda biz o'shanda ko'rinib turibdi. Bizdan tezroq harakat qilyapti. Biz vроде бы birinchi bo'lishimiz mumkin, lekin ular birinchi reaksiyada bu narsada albatta bu hozirgi mana terma jamoaga dava ertadan jismoniy yuklama qilamiz yoki Superligamizda dava bugundan bir narsa trenajyor, fitnessda ana qilamiz degan. Уже bu professional darajada уже yosh katta ular поддерживающий etapda ketadi. Lekin buni biz 16-17 yoshdan buni biz kirgizishimiz kerak. O'sha yoshlarni bu tarafdan tayyorlasak, o'shanda ular 20-21 yoshga kelganda bu tarafdan jismoniy holatda atlet bo'ladi. O'shanda biz yutamiz. O'sha biz o'sha hozir terma jamoani nima qilsak ham buni qiyin bu darajaga olib chiqish, u vaqt bo'lmaydi. Xuddi shunaqa o'shaning uchun bizda aslida Superligani endi oliy ligalarda bu sharoit bor-da. Endi Superligada o'sha fitnessga borishi mumkin, hamma bormasa ham lekin ko'p komandalar buni, lekin biz 16-17 yoshda bu sharoiti bormi? Shug'ullanishiga o'sha jismoniy holat, yaxshi fitness trenerlarimiz bormi? To'g'ri o'sha trenajyorlarimiz nimani ustidan ishlash kerak, bolani qaysi taraflarini kuchaytirib kerak, взрывной работасini nima orqali kuchaytiramiz degan narsa qilinmayapti-ku. Agar o'shdan biz buni to'g'ri qo'ysak, shunda farqimiz bu terma jamoalar bilan Yevropa bo'lsin boshqa mana shu 5-6 yil vaqt ketadi. No, o'sha yerda biz buni kirgizishimiz kerak. O'sha yerga biz specialistlar olib kelishimiz kerak. O'sha fitness trenerlar bo'lsin, har xil o'sha yerda shug'ullantirsak, o'sha bolalarni o'stirsak, o'shanda 20-21 yoshga kelib, men olimpikda olganimda har kuni deyarli o trenovkadan oldin yarim soat o'sha укрепление o'sha o'tkazardim. Lekin yarim yil, 1 yilda bolalar ancha baquvvat bo'ldi. 2 yilda hozir har bir olimpiya o'sha olimpikdan chiqqanlar hammasi o'ziga baribir jismoniy o'sha baquvvatroqda. Bu narsa shunaqa ishlanadi. Bu bir kunlik narsa emas. Bu uchun klublarga ham ko'p mutaxassis yetkazib berish kerak. Albatta, akademiyalarga. Albatta, birinchidan sharoit, ikkinchidan mutaxassisda. Bu narsa bo'lsa, albatta bu chunki talantli futbolchilarimiz ko'p. Men yoshlarga jihat bo'yicha hali. Men hozir даже ana Farg'onada akademiya ham ochdim. Endi boshladim. O'zi ko'p akademiyalar bilan o'g'lim ham borayotgan. Bolachilar talantli bolalar ko'p. Ko'rsangiz shunaqa narsalar qiladi. Fikrlashi bo'lsin, to'p bilan muloqoti bo'lsin, lekin buni voyaga yetishtirish har birida qanaqa talant borda, lekin uni o'stirish va har tarafdan o'sha kamchiliklarni yo'qqa chiqarib kuchli qilish bu murabbiylarga qarashli narsa va anaga uslubiga sharoitga bog'liq narsalar. Bu narsalar qo'ysak, albatta bizda futbolchilar yana ham kashinroq chiqadi. Baquvvatroq va o'sha talabga javobgar beradi. Chunki Urugvay o'yin ko'rsatdi, что albatta bizda albatta hammada emas, допустим, Eldor yana 2-3 ta futbolchimiz talabga javob berishi mumkin, lekin masshtab oladigan bo'lsak, zaxirani oladigan bo'lsak, buni biz kuchaytirishimiz kerak. Futbolchilar o'zida ham xulosa bo'ldimi qanaqadir shu o'yindan keyin? Ya, no, albatta bu yaxshi tajriba bo'ldi, chunki bunaqa o'yinlar qancha ko'p bo'lsa, futbolchi ham moslashadi. Chunki biz bu tempga допустим o'rganmaganmiz, допустим. Lekin o'yin davomida harakatda baribir intilasan, harakat qilasan, yakka kurashda chustut qilasan, sopernikni bu narsa o'stiradi. Murabbiyni ham o'stiradi, futbolchilarni ham o'stiradi. Bunaqa o'yinlar qancha ko'p bo'lsa, keyingi o'yin допустим Urugvayga qarshi bolalar o'zini boshqa his qiladi. Endi o'yindan oldin albatta murabbiyimiz ham Kanavari ham ta'kidlab o'tdi, komanda kuchli, bunaqa ozgina bolalarga anaqa berdi. No, futbolchilar уже bu o'yindan keyin допустим ertaga yana to'qnashib kelsa, уже boshqa anaqada bo'ladi. Уже biladi qanaqa nima kutishni, qanaqa действовать qilishimizni, albatta murabbiy ham biladi, ular ham biladi. Shu tajriba mana shunaqa kuchli komandalar bilan o'ynasa yaxshi. Albatta rezultat o'z yo'lida, bu hech anaqa vahimali, tем более o'rtoqlik uchrashuvlar. Yana bir fikr tug'ilib qolyapti. Agar o'sha jismoniy holatimizdagi boricha shu bahoni berib taktika tanlaydigan bo'lsak, zerikarliroq
yoki yo'q, biza endi kuchli tarafimiz to'p bilan muloqotda. Biz agar unga urg'u bersak, bu bilan ham tenglashtirsak bo'ladi. Endi faqat kurashamiz desak, shunda tez oshirish kerak to'p kerak bilan bo'ladimi? yaxshida ular to'psiz qoldirsa bo'ladi. To'p bilan yaxshiroq o'ynashimiz mumkin degan Chunki hozir narsalar Superliga borda. o'yinlarida aksar jamoalar o'sha to'pni ko'proq ushlab qisqa pasga o'tayotgandek tuyulyapti. Endi bu prinsipiy tendensiya, chunki butun yaxshi komandalarga qarasalar, endi Arsenal bo'lsin, City bo'lsin, PSG bo'lsin, hozirgi kunda eng kuchli jamoalar prinsipiy to'p bilan muloqotda qilyapti. Oldingi o'rinda borayotgan jamoalar ko'p kuzatilyapti-da bu. Xuddi shunaqa, prinsipiy bu tarafdan, texnik tarafdan bizda muammo yo'q. Endi albatta agar qaysidir jamoa bilan faqat kurashamiz, long balllar bilan o'ynaydigan bo'lsa, albatta bizga qiyinchilik bo'ladi, chunki biz albatta zaifroq ko'rinishimiz mumkin. Maktabimizdan kelib chiqib ishlayveramiz demoqchisiz. Yo ishlaymiz, yo просто jismoniy holatimizni yaxshi qilsak, chunki keyin ularga da'vo qilsak bo'ladi. Texnika tarafdan yaxshimiz, jismoniy holatimizni yaxshi qilsak va mentalni o'zi fikrlashimizni ozgina to'g'rilasak, albatta muammo yo'q. Timur aka, o'sha jismoniy holatni yaxshilash bo'yicha baribir terma jamoa bilan oyda bir martalik yig'in. Yo'q, bu terma jamoa bilan bog'liq narsa O'sha futbolchilarga aytmoqchi bo'lganim, qo'polroq aytganda uyga topshiriq. Yo'q, buni yetiladi, o'zi Kanavar ham aytdi, o'zi har doim yetiladi. Ular ham endi chet elliklar, ular professional. U bir aytganimda men Husniddin Aliqulovni o'sha men как раз uydagi Qatardan oldin, bir kun oldin anaqa 4 talim, 5 talim kirib xonasiga kirib gaplashmoqchi edim. Kirsam o'zi ustidan ishlayapti. Fitness treneri o'zi to'layapti. Turkiyadan fitness treneri bor. Pastdan u bilan ishlayapti. Mashg'ulot trenirovkadan keyin nima qilinadi, o'yindan oldin nima qilinadi, o'yindan keyin nima qilinadi. Har doim kech payt yarim soat, 40 minut, 1 soat ishlanadi yoki zalda ishlashi mumkin. Ya'ni bu professional qarashli va ustidan ishlayapti. O'shaning uchun shu darajada o'ynayapti va Husniddin hozirgi kunda yaxshi darajada futbolchimiz va men keldim, nima qilyapsan desam, fitness trenerman, endi Turkiyaga, men ham turkcha gaplashdim. Shunaqa har doim o'yindan oldin mana shu упражнение qilamiz. Kichkina to'pi bor, o'sha bilan приседание qilyapti, qahqa упражнение qilyapti. Ya'ni albatta futbolchi bunga kelishi kerak. Endi bizda sizlar davrlaringdaqa endi futbolchi bo'lish qiyin ha endi. Albatta bular bilimga ham ega bo'lish kerak. Endi futbolchi agar bilsa bu narsa to'g'ri bo'ladi. Endi bunga albatta tajribali murabbiylar bo'lsa, o'sha fitness yaxshi mutaxassislar bo'lsa, komandalarda o'rgatishsa, ular o'sha 17-18 yoshda o'sha bu narsalardan o'tib, qarab, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, o'sha pamitda bo'ladi. O'zining ustidan ham ishlashi mumkin-da bu narsani. Va o'sha aytganimda terma jamoada buni bir narsa qiyin albatta aytiladi, tayyorgarlik ko'ringlar. Hozirdan o'sha jahon chempionatiga tayyorgarlik fikrlarini har taraflama bunga qaratinglar. Shunga yarasha mashg'ulotda bo'lsin, ovqatlanish, tiklanish, uxlash taraflarini har taraflama professional darajada qaraydi. O'sha paytga kelganda u unaqa emas, bir oy oldin keldi va hozir jahon chempionati boramiz degan narsa emas. Hozirdan ular mentalni o'zini ustidan jismoniy holatini tonusda har taraflama ushlash kerak. O'shanda yaxshi darajada kelinadi. Prinsipiy shu narsa aytiladi va yana ko'p savol bo'ladi, ya'ni penalti masalasida ham bo'ladi. No terma jamoada menga endi bizga ham berishadi. Bu narsani ustidan terma jamoada ishlanmaydi-ku bu narsa. Terma jamoada vaqt ham yo'q. Kelib, xo'p, penalti o'ynab o'tirdi. Trenirovkadan qoldi 2-3 marta tepib turdi. Bu bilan bo'lmaydi. Bular har biri даже Eldor urmagani yoki Otabek urmagani, bular qanchalik tajribaga ega, nechta penalti urgan paytlari ham bo'lgan. Bu o'sha yoshlikdan yoki komandalarda shug'ullanishi mumkin. Terma jamoada buni kuchaytirish yoki nazorat qilish qiyin narsada. Bu narsaga ham bir oydinlik kiritish kerak. Ko'pi deydi terma jamoada ishlandimi degan savollar va hozirgi kunda ko'rsalar, Ronaldo ham kecha kuni urolmadi penalti. Bo'lmasa qaysi daraja eng kuchli futbolchimizda Messi urolmadi. Bu qayerdadir varatalarda ham Shukurov boshlab hozirgi kunda varatalar ham yaxshi turishni boshladi. Penaltini olib chiqishi. Buni ham biz alohida eshitishimiz kerak va albatta hozir va penaltini ham undan ham yaxshi mukammal tepish kerak, yaxshi to'chkani olish kerak, varataga yoki aldash kerak. Umumiy xulosada shunaqa narsa kelib chiqdiki, endi Urugvay bilan o'yin futbolchilarimizga o'ziga baho berish, nima ustida ishlash kerakligi xulosa bergan ular. U ham va tajriba tarafdan ham ko'rib oldi, murabbiy ham ko'rib oldi va futbolchilar ham aytyapman, yaxshi sparing bo'ldi. O'zini bunaqa o'yinlar yana ham kuchaytiradi ularda. Допустим, hozir komanda degan kelsa, o'zini bu tempdan keyin batda yana ham o'zini yaxshiroq his qiladi va qancha bunaqa o'yinlar ko'p bo'lsa, menimcha futbolchi faqat o'sadi, chunki intiladi, harakat qiladi.
Rahmat. Futbolchilarimizni ham o'zingizni ham Kannavaro bilan munosabatlaringiz qanchalik ekanligini chin ko'ngildan aytib berdingiz. Indoneziyaliklar nimadir deb yuribdi. Indoneziyani o'zi mana bu tomonda terma jamoada noyabr oyida ko'ramiz sizni. da yo'q, men shu yerdaman aka. Agar O'tamiz unga hali. da noyabrda ham shu yerdaman, yordamlashaman. Keyinchalik agar qanaqadir yaxshi taklif bo'lsa ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa shu yerda bo'lib yordamlashaman. Albatta muammo yo'q. Chunki Ijtimoiy oldimizda tarmoqda jahon chempionati o'zbekcha gapirayotgan indoneziyaliklar bor ekan. shunaqa hamma o'zi qayerda nima qo'ysam Instagramda mayli SMSlar orqali o'zi to'lib ketdim. Даже kommentariyalar ham, boshqa rasmlarga ham chaqirishyapti. Albatta katta xalq ekan, 300 million ekan, musulmon davlatlar ichida eng katta anaqa ekan va futbolni rostdan yaxshi ko'rishar ekan. Va albatta u yerda menimcha, chunki menga ham jo'nashyapti, televideniyada bo'lsin, pressada bo'lsin, nomzodlar bor, ularning orasida men ham borman va shu muloqotda bo'lyapti va albatta mana o'sha erishgan tajribam, ya'ni olimpiadaga olib chiqqanim, albatta Indoneziyadan o'tib chiqdik. Keyin Osiyo o'yinlarida ham Indoneziyaga qarshi o'ynaganmiz. Biz 3-o'rin bronza olganimizda Osiyo o'yinlarida o'shda ham yutganman va jahon chempionatiga olib chiqqanim bu ularga yana ham ishtiyoq kattaroq. Raqibdan do'st yasamoqchida. O'shanga hozirgi kunda ular ham bizni mediani hozir kuzatyapti. O'shdan anaqalar, menga har biri yozib albatta keling yoki taklif tushdimi degan savollar berishyapti. Ofitsialniy taklif tushmagan. Допустим, federatsiyada endi ko'rganimcha 1-3 ta 4 ta nomzod bor ekan. Даже hozir Vangal ham chiqdi. Ko'rib chiqishyapti. Bu nasib narsa. Ya'ni men hali rozi bo'laman, menga chiqsa qanaqa условия bo'ladi, nima bo'ladi degan narsa bor. Haqida vaqt ko'rsatadi. Agar yaxshi taklif bo'lsa, ambitsiyasi yuqori bo'lsa, boshi osa bo'ladi yoki yo'q, uni vaqti albatta balkim undan ham yaxshi variant bo'lishi mumkin. Taklif demoqchi emasman. Balkim klub bo'lishi mumkin. Qiziqish bor, bu уже yoqimli narsa. O'sha yerdagi muxlislar ham bu narsani yaxshi qadrlashyapti va Xitoyda ham chiqdi bu narsa, hatto ham pressada ham chiqdi. 3 ta nomzodning ichida men ham borman. Bu albatta yoqimli narsa. Juda mana o'sha qilgan ishlarimni shunaqa e'tirof qilishyapti va o'sha 3 ta bo'lsinmi, 4 ta murabbiyning ichida meni ham nomzodim ko'ritilayotgani bu zo'r narsa. Hop, Indoneziya, Xitoy o'z yo'liga mayli, agar lozim topsangiz hech kimga aytmaymiz. Yana shunaqa takliflar bormi? Dedi mish-mish bo'lsa ham qabul qilaveramiz. O'zimizni O'rta Osiyodan bo'lishi mumkin. Mana shu yaqin anaqadan bor yo'q emas. Klublardan ham hozir endi hamma yo'qda chempionat ketyapti-yu, razgarku. Endi 1 dekabrlarda yana ham balkim bu narsani ko'proq o'sha klublar endi qaraymiz. Mana o'zimiz klublarmi yo xorij? Yo'q, endi o'zimizga mayli, xorijdan demoqchiman-da bo'lsa agar, chunki borib o'zimni ham o'tda sinamoqchiman. Albatta bitta ham jahon chempionati turibdi uni ustiga. O'shaning uchun agar yaxshi taklif bo'lsa ko'rib chiqaman, bo'lmasa faqat временно chetda bo'laman. Timur aka, o'zi sizga bo'layotgan takliflar, mana Xitoy taklifi, Indoneziyaning taklifi, turli xil yangi takliflar bilan bog'lashyapti mediada va ko'pchilikda aylanayotgan savol, Timur Kapadzeda til baryeri bormi? Masalan, ingliz tilida albatta o'rganyapman. Mani muloqot qilishim mumkin. Albatta agar ko'proqga hali unchalik yetarli emas. Buni ustidan repetitsiyaga ham boryapman va albatta hozirgi kunda o'sha internet tarmog'ida bo'lsa, har kuni o'z ustimdan bu tarafdan ishlayapman, chunki bu kerakli narsa bo'ladi. Albatta bunga ham moslashish problem emas. Hozirgi kunda переводчиga ham hozir Kanavara ham kelib o'zbekcha gapirmayapti, inglizcha gapirishi mumkin. Bizda переводчик orqali tushuntirilyapti hamma narsa, chunki ko'pi baribir u aytayotgan narsada определенный gaplar bilishi mumkin, lekin terminlar ko'p har xil bor. Uni tushuntirish uchun baribir tarjimon kerak. O'shaning uchun hozirgi yoshlar ham lekin anchasi yo'q, yomon emas. Bizda mana tarjimon bilan bu narsa bo'lyapti yoki men albatta yordamlashyapman, chunki tarjimon ham допустим aytayapti,
aytayotgan fikrini falsafa bilan, futbol falsafasi bilan. man qayerdadir to'g'irlab ketyapman yoki trenirovkadagi bola buni so'rayapti yoki bunaqa qilganini ma'lum etmoqchi degan narsani to'g'irlab ketyapman. O'shaning uchun menimcha albatta gaplash uchun muammo yo'q, lekin albatta kerak bo'lsa tarjimon topiladi, albatta muammo yo'q menimcha. Lekin u yerda уже yana ham yaxshiroq qilsa bo'ladi chetda ishlagandan keyin, chunki bu ham endi albatta ishlagandan keyin tilda yaxshi qilganda kanavar. Superliga klublari bilan bog'lanyapti. Masalan, Paxtakor haqida gap so'z chiqdi. Siz aytganingiz adashmasam hali rasmiy unaqa taklif bo'lmagan deb o'zingizdan fikr bildirgansiz. Superliga klublari variantini ko'rib chiqmasangiz kerak katta ehtimol. No, hozirchalik unaqa o'ylamayapman. Qaysidir o'zimiz albatta taklif bo'lishi mumkin. U hammasida hozir razgar ketyapti va Paxtakor bo'lsin, prinsipi Tojiyev yomon ishlamayapti, yaxshi ishlayapti. O'shaning uchun kimnidir o'rniga vaqti borgim yo'qdi. Agar murabbiy ishlayotgan bo'lsa, men faqat so'rasam men yo'q deyman, chunki uni murabbiy ishlayapti, men uni o'rniga ketsa borish mumkin. Bo'lmasa agar rostdan ham murabbiy yo'q, ketgan taqdirda gaplashsa bo'ladi. Qolgan paytda men buni to'g'ri tushunmayman. Etiket tarafdan ham har tarafdan agar to'g'ri klub norozi, haydamoqchi bo'lyapti, qidirayotgan bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Qolgan momentda menimcha hech keragi yo'q. Lekin ishlab ketishaversin va naborot men omad tilayman, что bizda ham murabbiylar shunaqa darajaga chiqyapti. Lekin ko'pchilik Timur Kapadzeni xorijda ishlashni xohlayapti. Shaxsan men shunaqa. Nasib, chunki yaxshi, men ham o'zim ham xohlayapman, chunki baribir xorijda yana ham tajriba orttirsa o'sish bo'ladi-da. O'zimizda ham prinsipi agar ambitsiya katta bo'lsa, klublarda qanaqa zadachi, понятно, chempionatdan tashqari o'sha liga chempioni bor o'ynayotgan jamoalar yoki boshqa hatto ham bir narsa erishish uchun agar unaqa niyatda bo'lsa, olsa bo'ladi-da. Bu ham bitta futbolimiz uchun plyus bo'lishi mumkin. Xo'p, rahmat. Ancha ochiq javob beryapsiz. Kamdan kam uchraydigan holat. Noyob insonsiz demoqchiman. Keyingi yig'in Birlashgan Arab Amirliklarida turnir tashkil etilishi va bu aniq rasman e'lon ham qilindi. Abbos holati qanaqa? Shu qiziqroq. Fayzullayevda kecha Bashaq shahar o'ynadi. Undan oldingisida ham, kechagisida ham zaxirada ham. Biz o'sha travma olgandan keyin albatta borib MRT qildi, rentgen qildi. Biz endi suyada problem bo'lmasligi uchun hamma narsani oldini oldi. Unaqa narsa yo'q. Faqat o'sha bo'g'imlar cho'zilgan ekan. 2-3 hafta olishadi dedi bu narsa tiklanish uchun. O'shaning uchun o'ylaymanki, hozirgi kunda уже ancha yaxshi bo'lsa kerak. Individualni shug'ullanyapti, но tez kunda qaytadi. Главное, что серьезный travma emas, ani uzoq muddatli narsa emas. Futbolda uchraydigan narsa. Shuning uchun o'ylaymanki, hammasi yaxshi. Bu yig'inga qo'shilish qiyin bo'lishi mumkin, но qaraymiz. O'sha turnir bo'lgani uchun ataylab o'sha urg'u berib so'ragan edim. Qanchalik jiddiy qaraladi yoki qaralmaydi, bu mayli mutaxassislar, o'sha murabbiylar, ya'ni sizlar belgilangan bir dastur asosida ishtirok etasizlar. Misr, Cabo-Verde va Eron. Bitta komanda mini turnir. Biz endi Misr bilan o'ynaymiz, Eron Cabo-Verde bilan o'ynaydi. Va katta ehtimol bilan yutganlar finalda o'ynaydi, yutqizganlar ikkita o'ynadi. Ikkita uchrashuv. Prinsipi soperniklar yomon emas, yaxshi. O'shaning uchun qaraymiz. Bizga endi albatta Misr tushdi. Salohda o'ynamaslik endi menimcha kelmashi mumkin. Men ham o'ylayapman. Ehtimoli juda katta bo'ladi. Angliyada ham chempionat razgar ketyapti. Endi o'rtoqlik uchrashuv balkim kelmashi ham mumkin. Qaraymiz, bu meni ham ichki tuyg'um shunaqa bu savolga shunaqa nayrni kelmasa kerak deb o'ylayapman. Kelsa yaxshi, chunki baribir u kelmasa ham baribir Misr jamoasi yaxshi jamoa, eskidan Afrikaning kuchli jamoalaridan bittasi va qiziq sparing bo'ladi biz uchun. Yana o'shanga bog'liq bo'lgan jihat, Kannavaro Superliga o'yinlari bo'ylab sayohatga chiqdi. Kimni qidiryapti? Endi futbolimiz bilan tanishmoqchi, o'yinchilar ko'rmoqchi va qanaqa tasvirga ega bo'lish uchun qilyapti va qilish ham kerak menimcha hozirgi kunda, chunki kimnidir topaladimi, nima bo'laysiz? Topishiga juda ham xayr-xohman lekin. Endi bilmadim, uni endi hozir yig'inga kirganimizda bilamiz. Yangi nomlar bo'ladimi? Ko'pincha o'sha kelganda ham o'zi yangi nomlar ham o'zi bor-ku biz borda. Ularda o'rniga baribir anaqa internetda ochib
sbornimizda kim ko'proq o'ynagan o'sha statistikaga qarab mana shu o'yinchi yo'q ekan, допустим, Eshmurodov yo'q ekan, bu terma jamoada ko'p o'ynagan ekan yoki Turg'unboyev, ular chaqiringlar, men ko'rmoqchiman, mana shunaqa o'sha ochadi Vayskautda anaqasidan qarab qancha kim o'ynagan o'shalarga nazar tashlab, balkim o'rganish uchun ko'rmoqchi va ko'rsin. Mana shu chempionatda o'sha 3 ta o'yinni ko'rdi menimcha. 4 ta Nasaf bo'ldi, Mashal bo'ldi, Samarqand bo'ldi, Paxtakor, to'g'ri, 4 ta ko'rdi. Qanaqadir tasavvur bo'ladi va undan shuni ham talab qilinadi. Shuncha, допустим, olib kelindi, mayli pul o'z yo'lida, vaqt ziq o'zi hammasini tushunayotgandir va balkim rahbariyat ham bu narsani aytgandir, что shunaqa o'yinlarga borishing kerak yoki trenerchi protsessda ishtirok qilishing kerak degan balkim o'zidan chiqqandir. Bu o'zi hech anaqa emas. Bu narsani qilmasa bo'lmaydi. O'zi vaqti yo'q. Qachon oldimizda 2-3 ta yig'in bor. Hozir chempionatda o'yinlar ko'rmasa futbolimizni yana ham tezroq bilish uchun yaxshi imkoniyatda. Timur aka, siz nima sababdan Cannavaroga sherik bo'lmadingiz bu safarlarda va masalan baribir yordamchi murabbiysiz, u yerda qanaqadir variantlarni tashladimi Cannavaro mana shu o'yinlarni ko'rgandan keyin? Yo'q, biz unaqa prinsipda biz axir boraman-da, men endi vodiyga boraman dedim. Endi nechun o'yinni ham ko'rdim agentka bilan. Endi hatto o'zi shtabi bilasizlar, ko'p pilochga ham yoni, prinsip spiskasi bor, kim nima o'ynaydi, o'zi ko'rmoqchi bo'lgan. Mendan borib aniq, prinsipi hech muammolar joyi yo'q. Shtabi bilan borib, prinsipiyatda qiyin joyi ham yo'q. Yo'q, o'sha o'yinlardan keyin qandaydir sizga aloqaga chiqdimi? Yo'q, unaqa gaplashmadi. O'zi ketdi-yu, men ham o'zi unaqa gaplashmadi. O'zi undan oldin ketish kerak edi. Keyin turlar ko'rib, keyin ketaman deb, ishlari bor ekan. Kelgandan keyin gaplashamiz-da, nimani ko'rdi. Chunki o'yinlar ko'p edi, ertasiga nariga o'yinga bordi, undan keyin Samarqandga bordi, keldi Paxtakor, keyin uchib ketdi. Endi kelgandan keyin gaplashamiz-da. Siz ana unda 200 talik ro'yxat bor degandingiz o'yinchilar. Shu ro'yxat Cannavaroning qo'liga tushdi. Ro'yxat bor. U internetda ochsangiz hamma o'yinchilar bor. XG'si bor, kim nima qayerda terma jamoada kim o'ynagan yoki chempionatda hamma narsani prinsipda internet orqali topa olyapti, ko'ryapti. Endi nimadir kerak bo'lsa savollar bersa biz javob beryapmiz. Qolgani o'ziga yana ertaga bo'lmasin, что men kimnidir mana shu o'yinchini aniq qilyapman. Men har doim qishtirayotganga o'xshaydi. Ko'r, ana bu bor. Xulosa sanda, chunki bu yana to'g'ri. O'zi mana shu yig'inda oxirgi oktyabr oyidagi yig'inda keyin Malayziyaga ketayotganda tarkib o'zgardiki, reja bo'yicha shunaqa bo'lish kerakmidi? Masalan, Norchayev chaqirildi u yerda. Yo'q, ular ham chunki travmalar ketdi. Abbos ketdi, O'runov juda belda problemasi bor, keyin Abdurazzoqov endi o'yinda ko'rdi, bular tajribaliroq chaqiringlar, kim oldin o'ynagan bo'lsa, ular yaxshiroq degan fikrda, что endi yangi kelganlar do't qanaqa adaptatsiya bo'ladi degan narsa bizda o'sha uverenni o'sha do'tdan terma jamoa chaqirilgan ekan, chaqiringlar. Mana shunaqa endi ko'proq tajribaga tayangan holda harakat qildi. Baribir o'sha asosiy e'tibor tajribali va jismoniy jihatdan tayyor. Jismoniy endi qiyin masala, endi kimdir o'ynayapti, kimdir o'ynamayapti, o'zini komandasida bo'lishi mumkin. Ko'proq men ko'rishim, ko'proq o'sha terma jamoada o'ynaganlar unga ko'proq aniq tortyapti o'ziga. Faoliyatingizdagi eng katta yutuqqa aynan yoshlar bilan erishgansiz, Olimpiya terma jamoamiz bilan. Ertagamiz bir necha kundan so'ng 17 terma jamoamiz jahon chempionatida ishtirok etadi. Fikringiz nimadir qila olish imkoniyati bor shekilli? O'ylaymanki, bor, chunki komanda yomon emas, yaxshi taassurot qoldirdi. O'zi Osiyo chempionatida ham, o'rtoqlik uchrashuvlarda bo'lsa ham deyarli o'zi necha yillardan beri shakllanib kelayotgan jamoa va murabbiy ham, Islom ham jamoasini yaxshi biladi. Yevropada ham yig'inlar qildi, sparring partnyorda o'sha jamoalar bilan o'ynadi. O'ylaymanki, to'g'ri xulosa chiqarishgandir va yaxshi tayyorgarlik ko'rishadi. Yaxshi natija kutyapman. Endi albatta birinchi navbatda o'sha guruhdan chiqish, keyin o'sha kimga to'qnashib keladi, qanaqa bo'ladi, albatta bu futbol, hamma narsa bo'ladi. Но в любом случае yaxshi natija, u ham aniq bo'lmasa, yaxshi tajriba, bolalar o'sishiga yaxshi imkoniyat. Ya'ni aytmoqchimanki, geografiya ancha
kengda jahon chempionatida turli qit'a vakillari bilan o'ynaymiz. Boya siz aytganingizdek, masalan, Paragvayda, Urugvayda misol qilganingizda jismoniy jihatdan. Bularda menimcha unaqangi to'siqlar bo'lmasa kerak baribir. No, yoshda bo'lmaydi. Endi biz Olimpiyskiy bilan U17 ni tenglashtirolmaysizda. Biz U23 jamoa bilan bu deyarli terma jamoada hisoblanadi. Chunki bu futbolchilar ham terma jamoada. Bular уже 21 yoshdan keyin уже bular уже yetishgan, hatto уже уровень boshi. U17da hozirgi kunda kuchli bo'lishimiz mumkin. U16da, U18da, U19da, chunki har doim o'sha natijalar bo'lgan. Chunki Yevropada kechroq o'sishi mumkin yoki boshi katta bo'lishi mumkin, lekin 23 u deyarli milliy terma jamoa bilan bir xil darajadagi jamoada. Katta natija kiritishimiz bu oson narsa emas, chunki o'tdagi futbolchilar hammasi уже yetishib chiqqan, katta futbol o'ynashyapti. Kerak bo'lsa terma jamoalarida ham o'ynashyapti. O'shaning uchun biz ana Olimpiadaga chiqdik. Hatto ham Ispaniyaning komandasini olsak, terma jamoada ham futbolchilari bor kelgan nasionalni. Ikkinchidan o'zini o'sha Realda, Barselonada yoki boshqa o'sha La Ligada o'ynayotgan futbolchilarda asosiy figurada. Bizda endi o'sha paytda Lansda futbolchimiz bor yoki Eldor Italiyada o'ynayapti desa, ularda har biri shunaqa darajada o'ynayotgan futbolchilarda. Misr ham shunaqa ko'p futbolchilar, Yevropada Dominikana ham shunaqa. Hozir Urugvay bilan o'ynadi bizdan oldin. Biz o'yinni ko'rdikda, Urugvayga tarqadi. Ular 1-0 yutdi Urugvay, oxirida urdi. Kuchli jamoa, jismoniy. Biz ham o'sha yerda to'qnashdik. Hammasi Yevropada o'ynaydi. O'sha yerda tarbiya oladi, o'sha yerdagi futbol bilan o'ynaydi. Shuning uchun o'sha Olimpiyskiy U23 bilan erishilgan natija bu deyarli terma jamoaga teng natijadir. Chunki hatto o'sha futbolchilar boshida bu U16, 17 hatto hali farq qiladi. Kimdir hali sizga 17 yosh bilan nariga 17 yosh hali farq qilishi mumkin. Hali o'smagan bo'lishi mumkin boshi. O'shaning uchun farqi har xil, lekin o'ylaymanki, hozirgi kunda U17miz yaxshi jamoa va yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Rahmat Temur, tashrifingiz uchun ham, fikrlar uchun ham, rad etmasdan labay deb javob berganingiz uchun ham ishlaringizga muvaffaqiyat. O'ylaymanki, futbolchilarimiz jahon maydonlarida tanilib boshlangan, murabbiylarimiz masalasida ham o'zingiz o'sha yetakchilardan biri bo'lib qolishingizni tilakdoshimiz. Bizga ajratilgan vaqt tugayapti. Abror, sizga ham rahmat. Gol ko'rsatuvida keyingi haftada yana rejalashtiramiz. Imkon qadar mana shu kabi fikrlarni, mana shu kabi mutaxassislarni jalb qilishga. Hozircha esa xayrlashamiz. Salomat bo'ling.